endi qarang. Полностью bizda договор подписать bo'ldi. Smeta 2 million 100, 2 million 100 dan men bolalarga avans berdim kamgina. Mana shu yerga kraska, praska, shpaklovka bo'lishiga har xil mayda-chuyda narsalarni olib kelib berdim. То есть birinchi 100 ming, 150 ming berildi hozir. Endi yana aroda bir 2 millionni chatish kerak. Oxirida ko'rasizlar, qani nima получится. Shuncha pul ketdi. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Aziz yurtdoshlar, muhim bir yangilik aytishim shart. 30-mart kuni 19:00 da biz Moskvadagi ofisimizda Rossiyada ilm olib, o'zining proyektlarini ochib, kelajakda kasb egasi bo'lib yetishmoqchi bo'lgan yoshlarga yig'ilish o'tkazyapmiz. Agar siz ham Rossiyada ta'lim olib, kelajakda o'zingizning bizneslaringizni ochib yuritish niyatingiz bo'lsa yoki sizning farzandingiz shunday inson bo'lib yetishini xohlasangiz, iltimos bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. 30 kishiga bepul o'zim maslahat, savollarga javob va universitet tanlashda yordam beraman. Hozir zamon o'zgaryapti, zamonni o'zgarganini o'zingiz kuzatib turibsiz va kelajakda faqat ilmi bor, kasbi bor, kompyuteri, internetni, tilni bilgan insonlar unib o'sadi. Agar siz shular qatorida bo'lsangiz, keling, qo'shiling, yoziling va biz bilan birga bo'ling. Siz qachongacha patentga, saxirvada очередga turasiz? Assalomu alaykum. Aziz obunachilar. Bugungi videomiz bizning yangiligimiz haqida bo'ladi. Biz hozir Novobosmanna 12 da yangi ofisimizda turibmiz. Xudo xohlasa dogovor shartnoma tuzdik уже 200 kvadrat, 250 ming rubl bir oyga plus kommunalkalari. Короче, katta ofis oldik. Mana hozir shuni remonti boshlandi, ko'rsatamiz. В общем, kuzatib boringlar, весь proyekt remont. Shu ofisga ko'chib o'tish, nafaqat yangi ofis, plus yangi uslugalar, yangi yo'nalishlar, yangi ishchilar, yangi sistema, yangi kontrol sistema. То есть bu yil 2023-yil men hamma narsani boshqatdan qurishga, boshqatdan taxlashga, boshqatdan ishlab chiqishga qaror qildim. Shuni ustida ishlab olib boryapman hozir. Так что ofisni ko'rsatgin, Suhrobjon, покажи. Biz polni yangilaymiz hozir. Patologlarda hamma lampochkalar almashadi, mana bu eski svetlar ketadi. Bu yerda перегородкаlar, oynali перегородкаlar bo'ladi. Bu yerda zo'r переговорныlar bo'ladi. Mana bu yerda meni o'zim рабочий, собственный рабочий zonam bo'ladi, xudo xohlasa. Bu yerda отдел продаж bo'ladi. Menga ma'qul, menga нравится, очень нравится. Birinchi очередda o'zimni ruhiy состоянием, внутренним состояниемda ichimdan o'zim his qilishim ma'qul. Plus oldinga qo'yilgan sellar, maqsadlar ma'qul. Chunki katta ish, да, действительно katta ish. Katta ish yana kattaroq ofisga, kattaroq odamlar bilan, kattaroq sistemada ishlaymiz. В общем, klassni bo'ladi. Juda ham klassni bo'ladi, xudo xohlasa. Bu yana bir zo'r tarafi, joyimiz o'zgarmaydi. Почти, eslaringda bo'lsa, biz 3-qavatda joylashgan bo'lsak, hozir shu 3-qavatda 5-siga ko'tarildik. То есть o'sha metro, o'sha adres, o'sha dom 3-qavatga emas, 5-qavatga chiqasiz endi. То есть yana kamgina hansiraysiz. Agar 3-qavatga chiqqancha bu qolgan bo'lsa, 5-qavatda уже такой
Da. Ofis temasiga kelsak. Ofis temasi nima uchun Krasnovorotda, nima uchun Moskvaning o'sha tarafida, Komsomolskaya ploshad tarafda. Chunki bu Moskvaning eng starinniy taraflaridan biri. Bir xil aytadi, Moskva Citydan nimaga ofis olmadingiz, to'rt tarafingiz oyna, palo, battar. Men sizlarga aytaman, Moskva City'dagi kim biznes yuritsa yoki kim Moskva City'ga borib ofis ochib, o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganlarni hammani ruslar, to есть biznes tusovkadagi odamlar, biza, men 15 yildan beri Rossiyada-ku, bizga kim agar Moskva City'dan bir ofis ochib, o'sha yerdan harakat qilsa, bizga u narsa tuyuladiki, bu lottobos, infatsagan yoki o'zini ko'rsatyapti, maqtanyapti, to есть ishonchi yo'q, reputatsiyasi bor odamga aylanib qoladi. Moskva City'dan borib penthouse sotib olib, yerda yashash, это совсем другое. A Moskva City'dan ofis ochib, uni deb videolarda ko'rsatib, "Вот, bizning ofis Moskva City'da." Bilmadim, u narsa pustota. Так что Moskva City'da biznes ochib, ofis ochish, может быть, siz uchun kruto bo'lgan bo'lsa, mana bu narsani eshitganingizdan keyin fikringizni yana marta o'ylab ko'ring. Men juda xohlagandim ofisimiz adresi o'zgarmasligiga. Ofis adresi o'zgarsa bo'lmaydi, потому что bizni internetdan ko'rib keladiganlar bor. Bizni просто tanib bemalol turib chiqib keladiganlar bor-da. Понимаете, shu odamlar bizni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Niyat xolis, Xudovand beraman desa, qarang, yo'q joydan beradi. Shunday yuqorimizda, ustimizdagi katta joyi mana bizga nasib qilibdi. 3D larini mana ko'rsatadi. Kirganda qanday bo'ladi, qayerda nima turadi. Обязательно kirib ko'ringlar. Ofisdan shunday dizayner chizishi ham, допустим, bir oydan oshiq vaqt ketdi. Ofisi bu yerda remont qilib, bu yerda dizayner ishlarini olib borib, menga полностью yordam berayotgan, stroykada yordam berayotgan mani do'stim, mani qarindoshim, mani tengdoshim Jahongir. Biz Jahongir bilan eslaringda bo'lsa, stroyka haqida video qilgandik, VDNXda krisha buzgandik. Biz Jahongir bilan mani uyimni qurgan Jahongir o'zimni. Jahongir hozir men yashagan uyni yo'li buyog'idan yer oldi, o'ziga uy qurdi. Jahongir hozir mana shu ofisni menga qurishga yordam beryapti. Jahongir hozir mani xotinimni ukasi, singlisi o'shanga uy qurib beryapti. O'sha Jahongir bilan biz mana shu ofis qilyapmiz. Endi nimaga Jahongir reklama qilyapsan deyishlaring mumkin. Men aytaman sizlarga, Jahongir Belgraddagi arxitektura universitetida qizil diplomga tugatgan bola. Men u bilan ishlashim sababi, потому что u shu sohaga o'qib chiqib tugatdi, shu sohani ustasi. 5-6 yildan beri o'zi ishlab yuribdi, har xil частный o'ris firmalarda. Plus menga o'xshagan yurtdoshlarimizga xizmat ko'rsatadi. Endi любой katta ishda yoningizda bitta-ikkita zo'r shu ish sohani masterlari, shu sohada o'qib, konkretno mehnat qilib olib tushunadigan odam bo'lmasa, biling, katta ish qilish qiyin. Mana sizlar уже bo'lgan aykslar. Shu gruppaga yozsangiz, biz laminatga tayyor desak. Или вот так. Раз, два, три. Hurmatli yurtdoshlar, arzon yerlar bor. Agar ishlab chiqarish, avtoservis, sklad, mebel sexlari, shunga o'xshagan narsalarni qurish niyatida bo'lsa, joy izlab yurgan bo'lsa, mana shu simmi tagida, LP tagida. Bu tarafimiz qishloq, shuni o'rtasida katta, chiroyli joyda yer bor. Bir sotiga arzon, narxlarini to'ka Telegramga yoki telefon qilganlarga aytaman. To'ka shu tadbirkor aka-ukalarimizga. Bunda 5 gektar, hozir naryoqda 8 gektar. Общий 13 gektar yer bor, hammasi LEP sveti tagida. Bu yerga uy qurib yashab bo'lmaydi, uyni registratsiya qilib bo'lmaydi. Lekin любой sklad, konteyner yoki aytaylik, biron sandwich paneldan biron panagina joy qilib olib, o'zingiz ishingizni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Yerlar ko'p emas. Mana hozir biz mart oyida turibmiz. Ro'zadan keyin уже aktivno sotishni boshlaymiz. Kimga shu yer kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Bu davlatning yeri, to'g'ridan-to'g'ri administratsiyaning bolalaridan. Mana bu devorda oldida uzun katta reception stol bo'ladi. U yerda 4 ta ishchi o'tiradi. 1, 2, 3, 4 ta ishchi. O'shalarni tippasiga qanaqa rasm chizdirish kerak yoki qanaqa narsalar yozish kerak. Bilmasam endi. Dekoratsiya, tam stil,
мыслей, там, такой креатив. Ёпта, ochamdan qolgan gilamlar bor. Bitta gilamni o'qib qo'yamizmi? Qisqasi, o'zlaring guvoh bo'ldilaring, kichkinagina atmosfera ofisdan biz kimligimizni точно bildik. Apcentr kim o'zi? Apcentr nima o'zi? Apcentr kimga xizmat ko'rsatyapti? Uni ham konkretno aniqlab oldik. U narsani aniqlagandan keyin Apcentr uyi, Apcentr пространствоsi, Apcentr ofisi qanday bo'lishi kerakligini ham yozdik, chizdik, hamma yozgan, chizgan narsalarimizni amalga oshirib yasadik mana. Kammi ko'pmi bilmadim, zo'rmi, yaxshimi to'g'ri bilmadim, no bizga juda ham ma'qul. Men o'ylayman siz kelsangiz shu ofisga sizga ham ma'qul bo'ladi. Men gilam barcha chop ketibdi, qara. Gilamni qara. Bu yerda bor-ku, kelin kuyov qizib to'y ham o'ynab olsa bo'ladi. Na самом деле, bizni eng katta kuchli tarafimizdan biri biz o'zimizni komandamizdagi bolalarga zo'r atmosfera yaratdik. Komandadagi bolalar bu yerda o'yindan ham ko'proq bu yerda vaqt o'tkazishadi. Bu yerda ichkarida tualet, dush, kuxnya, hamma narsa bor. Nafaqat ishlash, bu yerda yashasa ham bo'ladi. No, biz hali yashagan hech kimni qo'ymaymiz. Biz Apcentr yoshlar komandasi. Kelajagi o'zi qurayotgan, o'zi o'qib, o'zi qiynalib, o'zi chirmashib toqqa chiqayotgan yigitlar, bolalar. Biz shunday bolalarni qo'llab-quvvatlaymiz. O'zini ustida ishlaydigan, o'qimoqchi, ilmli, ta'limli bo'lmoqchi bo'lgan insonlarni. O'sha adres, o'sha metro, o'sha bino faqat 3-emas, 5-qavat. Kelasizlar, kelaverasizlar, biz sizlarni ko'rganimizdan har doim xursand bo'lamiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Agar qo'limizdan kelmasa, to'g'ri yo'l maslahat bilan foydamiz tegadi. Hammalarga katta rahmat. Sizlarni ofisimizda kutib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.